5-sinf to'plamimiz ichida nimalar borligini bitta-bitta ko'rsatib chiqmoqchiman qiziqqanlarga. Demak, krona batareykalari uchun konnektorlar, motor, oddiy ventilyator uchun va alpomish kenguru robotlari uchun sariq reduktorli motorlar va kalitlar bor, magnitli plata bor, mayoq va smart yoritgich loyihalarini aynan mana shu yerda yig'ib ko'radi. Keyin asosiy korpuslariga yig'ilgan holatga ulashi mumkin. Kondensator, svetodiod, fotorezistorlar, rezistorlar ikki xil turda va mayoq uchun alohida, maket uchun kerak bo'ladi, alpomish uchun kerak bo'ladigan simlar, mana bu yog'och cho'p va ishqalanishni kamaytirish uchun rezinalar ham mavjud. Qisqasi, bu yerda yig'ish, yasash, qurish uchun yelim yo'q xolos. O'sha klayni o'zingiz topib olasiz va bu tomonda esa sizga robotlarimizni yoki maketlarimizni korpusini yig'ish uchun taxtachalar tayyor holatda lazerli stanokda kesib qo'yilgan. Ichidan mana shularni sug'urasiz, chiqarasiz va butun holatga keltirasiz. Hammalaringizni mana shu to'plamlarda sotib olib, darslarni yuqori sifatli darajada tashkil etishlaringizni so'rab qolaman. Bizni uzoqlashmang, bizni kuzatishda davom eting. Like va kommentlarni bosinglar.